Tojikiston Respublikasidagi eng nomer 1 katta ko'chatchilardan bittasi bu kim bilasizlarmi? Qo'l bilan sanoli deymiz-ku, bunaqasi ham hattoki yo'q. Bitta yagona. Gulkaram ko'chat deysizlarmi, pomidor ko'chat deysizlarmi, bodring ko'chat deysizlarmi, balg'ar, baqlajon, qishki sezon issiqxona yoki bo'lmasam yozgi sezonda ochuvdaligi tarvuz va boshqa poli sabzavot ekinlarini tayyorlaydigan yagona ko'chatchilardan bittasi va o'ta sifatli, faqatgina to'rfta tayyorlaydigan ko'chatchilardan bittasi bu Sigurdomadan. Murodjon akam bo'lanlar, Alloh barakalarini bersin. Hozirgi kunda Tojikistonda juda katta ob'yomda yagona ko'chatchilardan bittasi hisoblanadi. Murodjon aka, yillik ob'yomingiz qancha? 1 million oshiq. 1 milliondan oshiq ko'chat tayyorlayotganlar. O'zbekistonda ko'chatchilarimiz ko'p, hammalarini Alloh barakalarini bersin. Juda katta ob'yomda qilishadi, lekin Tojikistonda asosan mana shu inson bo'ladi. Ko'chatxonalari hozirgi kunda eng Tojikistonda zamonaviy bo'lgan Xitoy texnologiyasi asosida ko'chatxonani quryaptilar. Bir oydan keyin inshaalloh bitadi deyaptilar. Kelsanglar ko'rasizlar, hammasi o'ta zamonaviy, o'ta chiroyli bo'lgan holda bo'ladi. To'rtta bo'ladimi ham? 100%. Kelaverasizlar. Men telefon nomerlarini qoldiraman Murodjon akamni. Xohlagan ko'chatinglarni zakaz qilsanglar bo'ladi va undan tashqari konsultatsiyalarni ham beradilar. Dehqonchilik bo'yicha inshaalloh. Alloh barakalarini bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.